analiz qildim. Lekin siz bilan ko'rishish xayolimda yo'q edi. Kecha bildim sizni Shu kelayotganingizni. Afg'onistonda ko'rishdik deysizmi? Ha, ungacha lishni tanishmas edik. Просто men zo'r o'sayotgan odamlarni o'zimcha fikr o'g'irlashga harakat qilaman. To'g'risini aytaman. Nima qilyapti, nima qo'yyapti? Ilm o'g'irlashga analiz qildim. Sizni asosiy fishkangiz o'sha noodatiyligi, ya'ni hukka yaxshi beryapsiz. Ya'ni mana hozir men bitta ham ko'ryapman-da, men bu ko'rmagan narsani ko'ra bilyapsiz. Bu paxta emas, oka. Bo'lsa o'zingiz kelib o'zim aytayman, to'g'ri? Shunaqa. Nimani hisobiga bu bunaqa bo'lib ketdi birdaniga degan savol tug'iladi-ku. To'g'rimi? Analizni aka to'liq qilmagansiz yoki yana bitta fishkani bilmaysiz? Qani? Ko'p video qo'yaman. Ha, yo'q, bu Video ko'p qo'yishimdan maqsad meni ko'rayotgan odam hozir mana shu joyda o'tirgandek his qilsin. Mana bu akamiz hozir ko'ryaptilar-ku. Ha, brat, siz aytibdilar. Siz uchun xizmat qilib gapirib beryapman sizga. O'zbekiston 24 televideniyasi ham kelganda nimaga kelganini bilolmayapman, chunki aka siz televizor ko'rmaysiz-ku aka, oilaviy ko'rmaysizlar-ku. Shu meni sal qiynayapti. Обязательно aytib keting. Oxirgi marta qachon televizor yoqib ketganingizni aytib keting. Обязательно.